Hop, o'rtoqlar, hozir Diyorbek sizlar bilan kechagi taassurotlar haqida qisqacha bo'lishmoqchi. Diyorbek, mana kechagi pozitiv kuningdan keyingi bo'lgan taassuroting va seni ko'rayotgan bolajonlarimizga, kuzatayotgan odamlarga shu dilingdan, ko'nglingdan chiqadigan tilaklaringni bir og'iz gapirishing mumkin mana. Shu birinchidan dam olishdan keyin ancha yengillashdim, havo almashtirdim. Keyin shu charchoqlarim chiqdi, yaxshi dam oldim. Hamma shu miyamda aralash narsalar yo'qotib, dam olib, stress chiqarib keldik, maza qilib. Shu tilaklarim birinchi navbatda shu hayotga yana qaytish kerak. Agar umidinglar bo'lmasa, men tuzalmayman demasdan hayotga qaytib davom ettirish kerak. Tavakkal qilish kerak Allohga, shukr qilib yurish kerak. Shu ko'proq ovqat yeb, rejim shu uxlash rejimini joyiga qo'yib, aylanib, yaxshi toza havoda ko'proq aylanib yursanglar, Xudo xolasa tuzalib ketasizlar sizlar ham. Ana, ko'rdinglarmi bolajonlar? Ya'ni bu qatori bolajonlar, bunga o'xshagan bemor ukalarimiz, singillarimiz. Sizlar ham bu boladan pozitiv olinglar, sizlar ham bu boladan kuch olinglar.